Assalomu alaykum qadrli balandtomnoshlar. Угольный брикет sotiladi. И фуршия аппарат продается самый дешевле arzon narxda. Chunki hozirgi paytlarda uгольning ko'mirning unini xuddi bir dumaloq qilib chiqarayotgan narsa apparat. Siz shu yerda sizlarga ko'rsatib o'taman video davomida qanday bo'lib chiqadi, nima bo'lib chiqadi. Narxi kelayotgan bo'lsa 40 ming somon, ya'niki yana arzon bo'ladi. Hamma taraflama bir biznes qilib, bir yangicha o'zingizga ochib ishlatsangiz bo'ladi. Chunki bu yangi 99% yangi tarafdan ishlatilgan yo'qdan 99% yangi demoqchiman. Agar kimdir olsa shuni yaparib hamma narsasini o'rnatib bemalol uгольning unini kamazman olib kelib turib chiqarib polni video davomida sizlarga ko'rsatib beraman. Qanday chiqariladi, nima qilib chiqariladi. Adresiga kelayotgan bo'lsak, Kolxozobod ittifoqdamiz. Ittifoqdan mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilasiz. Podrobni so'rab, bilib qayerda nima, yana nima kamchiliklari bor, mana bu yerda solinayotgan joyi polni apparatda ko'rinib to'giladi. Uni dumaloq qilib chiqarilib, jag'ishqa ham udobni, chang bo'lmaydi, narsa bo'lmaydi, bir chiroyli tarzda ishlatsangiz bo'ladi. Hozirgi paytlarda faqat buni odamlar pur mol bag'ib jirish emas, yoki cho'ponlik qilish emas, yoki bir dehqonchilik qilish emas, bir biznes qilsangiz bo'ladi. Chunki bu narsalar men mayda biznes makerim borudirim meshava. Shuning uchun olasiz, aparib o'rnatasiz, xalasangiz hozir ishlatasiz, xalasangiz qishda ishlatasiz, xalasangiz hozir uyrenishingiz ham mumkin. Shu qishlarga zapas ko'mirlarni qilish uchun. Pastdagi nomerlarga telefon qilasiz. WhatsApp nomer, prямой nomer bo'ladi. Yana batafsil so'rab olasizlar.